Butun dunyoga mashhur koala va kengurular faqatgina Avstraliyada borligini bilarmidingiz? Aynan shu hayvonlarni ko'rish uchun butun dunyodan odamlar Avstraliyaga uchib kelishadi. Siz mehnatimizga bitta like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Tripstar jamoamiz yordamida Sidneyni Blue Mountains, ya'ni ko'k tog'lar degan joyga sayohat sotib oldim. Ertalab soat 6:45 deganda mehmonxonamdan kelib olib ketishdi. To'g'risi bunaqa erta turish oson bo'lmadi. Uyquga to'ymasdan bo'lsa ham yo'lga otlandim. Birinchi lokatsiyamiz Blue Mountains'ni eng yuqori cho'qqidan ko'rishga keldik. Men bo'lsa yaqin oradagi kafedan o'zimga kofe bilan sendvich oldim. Qornim juda ham och qolgandi. Qornim to'yg'azib bo'lsa tog'larni ko'rishga bordim. Haqiqatan juda ham boshqacha manzara. Tepadan kengliklar, tog'lar juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Va bu yoqda osmon yanada ko'kroq ko'ringani uchun ham Blue Mountains deb atashgan ekan. Yana bu yoqda kanatkalarga va dunyodagi eng qiya, ya'ni 60 gradusda yuradigan funikularga chiqdim. Keyin bo'lsa Italian restoranda obedga to'xtadik. Undan keyingi lokatsiya bo'lsa Sydney Zoo Park. Va bu yoqda kenguru va koalalarni ko'rdim. Afsuski obed payti bo'lgani uchun ham hammasi uxlab yotgan ekan. Bitta o'zim tezda butun zooparkka aylanib chiqdim. Qaytishda bo'lsa bizani kemaga chiqarishdi. Maza qilib daryoda kemada mehmonxonamga qaytib oldim. Agar sizga ham Avstraliyaga viza olish va kelish qiziq bo'lsa, Tripstar Instagram sahifasiga obuna bo'lib qo'ying.